Assalomu alaykum. Quvvasaki kuzatib boruvchilar. Mana bugun Quva tuman mustaqillik mahallasidamiz. Baytga ikkita rom, ikkita Fordga, bitta ikki qanotli eshik olib kelib o'rnatib beryapmiz. Hop. Razmeri 1.27 ga 1.47, 1.77 ga 1.47, 106 ga 2.15 eshigimiz. Original Lambri, har doimgidek graf ruchka, graf zamon, yopilishlari, qulflanishlari juda go'zal holatda. Har doimgidek 5 tadan joylab, 4 tadan joylab, bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Original spinyaletlar. Quvvasaki doimo 4 tadan oshiq. Romlar bunisi 3 ta ko'z o'rtasi ochiladi. Bunisi 2 ta ko'z, bitta chekkasi ochiladi. Abishni ochiladigan padagonlilari bilan 35 lik. Ba'da Fordskamiz bor. 95 keldi, ikkita Ford. Yo'lga ayni. Fikrni ko'rsatib beramiz. Telefonimiz ham tushib ketdi. Padagonlar tayinli 100% penalangan. Yo'llari ikkitadan oshiq. Ruchkalari aktiv firmaga tegishli. Hop. Original nima? Zamok, Spaniton, original saydizlar, Zatsef. Ko'rsanglar mumkin. Hop, bu tomonimizda Comfort padagonlik. Bunda ham Comfort padagonlik. Oldi tomonga 5, ikki yonga 7 sm dan chiqarib berganmiz. Eshigimizni zazorlarni ko'rsatib beramiz. Eshigimizni zazori yopilmagan holati. Ozginasi ham bilinadi. Bu yopilgan holati. Quvvasaki qolinglar. Hop. Eshigimizning narxi 2 million so'm. Bunisi 1.800.000. Bunisi ham 2 million ekan padagonligi bilan. Bunisi 1.400.000. Fordskalar 1 million. Ikkosi 500.000 so'mdan. Quvvasaki qolinglar. Общий narxi qo'shib hisoblab yozib beramiz opsiyaniyada.